Rəyd surəsi Mədənidə nazil bolğan. Cəmi 43 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif, Lam, Mim, Ra. Bu kitap, yani Kur'an'ın ayetleridir. Kur'an'da sana Pərverdigarın tərəfindən nazil qılınğan nərsələr haqdır. Lekin insanların tolusu onunğa, yani Kur'an'ın Allah tərəfindən nazil bolğanlığına işenmeydi. Allah asmanlarını tövriksiz bərpa qıldı. Sizler onu körüp durvatsızlar. Andın o ərş üstüde özüge layık rəvişdə qarar aldı. Gün bilen ayni bendelerinin menfaati üçün boysundurdu. Ularning her biri muayyen müddetkice, yani fani dünyanın tügeydiğen vaktigice seyir kılıdı. Allah öz hikmeti ve kudreti bilen məxluqatның işlerini başkurup durdu. Sizlerni Pərverdigarınlarga mulaqat buluşqa işensun deb kudretinin delillerini təfsili bayan kılıdı. Allah yeryüzünü uzunsuğa ve toğrısığa sozup keng yarattı. Yeryüzüde tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek dişi iki cinslik kılıp yarattı. Keçini kündüzge kiriştirdi. Yani keçinin karangılığı bilen kündüzün yoruqluğunu yaptı. Bularda tefekkür kıldığan kavim üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. Yeryüzüde birbiriga tutuşanğu qitələr var ve türlük ziraatlar var. Köp şaxlıq bolğan ve köp şaxlıq bolmağan, bir uruqdan bir qancha tal ünüp çıqqan, bir uruqdan faqat bir tal ünüp çıqqan xorma daraxtları var. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'urildi. Ularning ba'zisini ba'zisidan tamda ortiq qilamiz. Bularda tushundigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ey Muhammad, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning, ya'ni kuffarlarning biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdiq degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ani shular Pərverdigarni inkar qilganlardir. Qiyomat kuni ani shularning bo'yinlariga taqoqlar silindi. Ani shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Ular senden Allah'ın ihsanıdan ilgiri azabның çapsanraq düşüşünü talep qılıdı. Ulardan burun Allah'ın azabıga duçar bolgan ümmetleri ötken. İnsanlar zulüm qılsımı, Pərverdigarın haqiqatan ularni məğfiret qılıdı. Pərverdigarın günahlarga çömüp tövbe qılmıganlarni şək şübisiz qattiq jazalaydı. Kuffarlar nemişqi onunğa Pərverdigar tərəfidən birə möcize nazil bolmadı deyişidi. Sen faqat bir agahlandırğıcı. Her kavimning bir hidayet qilg'uvchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Mo'jizlarga kelsak, u Allohning ilkidagi ish. Her bir homildor ayolning qo'rsig'idikini Allah biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umri uzunmi, qisqami, hammasini Allah biladi. Bachidonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'nab ketganligini, ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ildiganligini yoki muddati eshib ketib tug'ildiganligini Allah biladi. Allah'ning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Allah maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sizlerning ichinglardan yoshirun so'z qilgan, oshkori so'z qilgan, kechisi yoshiringan, kunduzi oshkori yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turadi. Her bir odamning oldikayında Allah'ның əmri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor.
Her qandaq bir qavm özünün ahvalını özgertmegiçe, yani Allah'ның bergen nimetleriga tuzkurluk qilib günahlarga çömmegiçe Allah ularning ahvalini özgertmeydi. Yani Allah ularga bergen nimet, xotirjamlik ve izzat hürmetini ilib tashlamaydi. Allah birə qavmni halak qilmoqchi yoki azoblamaqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dafi qildigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Allah chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan quyuq bulutlarni paydo qiladi. Güldürmama Allah'ni mədiyləş bilən təsbih eytidu. Pərişdilərmi Allah'tan qorqub təsbih eytidu. Allah çaqmaq düşürüb, onun bilən özü xalığan adamni halak qılıdı. Ular Allah doğrusida dətalaş qılışıdı. Allah'ның tədbiri güçlüktür. Haqiqiy qilingan dua Allah'a qartıldı. Yani ixlas bilan qilingan duani Allah icabet qılıdı. Kuffarlarning Allah'ni qo'yib dualarını qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qandaq duasini icabet qilmaydi. Ular, yani kafirlar shundoq bir odamga o'xshaydi-ki, u og'zimizga suv tushsin deb nerdan ikki olqinni suvga qartib ichib turdi. Əməliyyatda su anlamaydigan, his tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa, su hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kafirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. Osmonlardagilar va zimindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysundi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soylarimi bo'ysundi. Ey Muhammed, müşriklarga osmonlarning, ziminning parvardigori kim degin. Ularning parvardigori Allah degin. Ularga sizlar Allah'ni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga sherik qilib oldinglarmi degin. Kor, yani kafir bilan ko'zi ko'rdigan odam, yani mo'min barobar bulamdı. Yoki qarong'uliq, yani gumrohlik bilan nur, yani hidoyat barobar bulamdı degin. Ular Allah yaratqanga o'xshash qandaqdir maxluqotlarni yaratgan ma'budlarni, bütün maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allohning yaratqini bilan ma'budlarning yaratqinini ayriy olmay qoldimi? Allah hamma narsani yaratqichidir. Allah birdir, hammaga g'olibdir. Allah osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir suyi jilg'ilarda lip-muliq oqdi. Kelkün su özünün üstüde köpüklerini leyltip aktı. Kişilerinin zinnet buyumlarının yoki asbab yasaş üçün o't qısılıp eritken medenlerinin mi şununla okşaş köpügü var. Yani medenlerinin köpügü mi xuddi kelkün su'nun köpügüge okşaş paydasızdır. Allah haq bilan batılni bu misal bilan ana şundaq bayan qılıdı. Köpük bolsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydaliq narsa ziminda qilib qoladi. Allah misallarni ana shundaq bayon qiladi. Allah'ның imanға qilgan da'vatini qabul qilganlarga eng obdan mukofot berildi. Qabul qilmaganlarning igdorchiligida zimindagi butun mol-mulk, ya'ni shuningdek bir askildigan mol-mulk bo'lgan taqdirdimi, ular oxiratda Allohning azobidan qutulish uchun albatta uni pido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob ilindi. Ularning bordigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ey Muhammed, Parvardigarın tərəfindən sana nazil qılınğan nərsinin haq işkənligini bildiğən adam, haqni görməydiğən dili kor adam bilən oxşaş bulamdı. Allah'ның ayətlərdən faqat aql egilərlə pənd nəsiyyət alıdı. Ular Allah'ның əhdiga, yəni Allah tapşırğan işlərə vəfa qılıdı, bərgən vədisini buzmaydı. Ular Allah'ның xish akhirbalarga sili rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi.
Allohdan qo'rqidi, qattiq hisob ilinishdan qo'rqidi. Parvardigorining roziligini ko'zlab yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol mulkdan Alloh yo'lida yoshirun va oshkora yo'sinda sarf qilganlar va yaxshiligi orqali yomonligini dafi qildiganlar, ya'ni yomon ish qilib qolsa orqadan yaxshi ish qildiganlar, yomonlik qilg'uvchilarga keng qo'rsoq bo'lib yaxshi munosabatda bo'ladiganlar, ana shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. Ular mangu turdigan jannatga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Allohga bergan va'dasini mustahkamlagandan keyin buzganlar, Allohning sili rahim qilishdan iborat amrini tunimaganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, ana shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratligi yomon bo'ladi. Allah o'zining hikmatiga asosan xohlagan odamning rizqini keng qiladi va xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Mushriklar dunyo tirikchiligiga xush bo'lib ketdi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda o'tkinchi bahramon bo'lishdir. Kuffarlar nemishqa uningga Parvardigoridan Musoning va Isoning mo'jizasidek biror mo'jiza kelmidi deydi. Ey Muhammad, ish Allohning ilikida, mening ilikimda emas. Allah haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi, tavba qilganlarni hidoyat qiladi degin. Tavba qilganlar iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar xoşallıqqa, güzel qarargahqa, yəni cənnətə erişidi. Ey Muhammed, biz sana vəhiy qılğan kitabni ularga oqub berişin üçün səndən ilgiri peyğəmbərlərini əvətkəndək seni şundaq bir ümmətə əvətdik ki, onundan burun nurgun ümmətlər ötkən. Halbuki ular, yani müşrikler, merhametlik Allah'ni inkar kılmakta. Ey Muhammed, bu müşriklarga aytqin ki, o mening perverdigarımdır. Onundan başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Onunğa tevekkül qildim ve onun dergahıga qaytıman. Mubada bir Kur'an, yani kitap bulup o tilavet qilinish bilan tağlar yo'tkildigan yoki yer yerildigan va yoki o'liklar so'zlaydigan bo'lgan taqdirdimi ular cho'qim iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkididir. Agar Allah xohlasa insonlarning hammasini jazman hidoyat qildiganligini mo'minlar bilmadimi? İslam dininin g'alba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshganga qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Allah va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. Senden ilgiri o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kafirlarga berildigan azapni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoyim qandoq ekan? Har bir kishining qilgan amalini kuzatib turg'ichi Allah butlarga o'xshamdi. Ular butlarni Allohga sherik qildi. Ularga butlarning nomlarini atab beqinglar. Yer yuzida Allah bilmaydigan narsalar bordek, sizlar ularni Allohga aytib bera olamsizlar. Yoki quruq gumon bilan ularni Allohning sheriklari deb atamsizlar degin. Balkim kofirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan manni qilindi. Allah gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Ular bu dunyoda azobga duchor bo'ladi. Oxiratning azobi texmi qattiq bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlag'uchi bo'lmaydi.
Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sufati shuki, uning ostidan o'stanglar eqib turadi. Uning mevalari tugamaydi. Hamisha soya tushib turadi. Ana shu taqvodorlarning oqibat bordigan joyidir. Kofirlarning oqibat bordigan joyi do'zaxdir. Ey Muhammad, biz kitob, ya'ni Tavrat va Injil nazil qilganlar, ya'ni Abdullah ibn Salam va Najoshiga o'xshashlar sana nazil qilingan Qur'ondan shodlandi. Sana qarshi ittifoq tuzganlarning orasida haqliqini bilib turib gadankashlikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qildiganlar bor. Ey Muhammad, men faqat yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka buyurildim. İnsanlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Allohning dargohiga qaytaman degan. Shuningdek, ya'ni o'tganki payg'ambarlarga o'z tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida kishilarning orasida chiqarishga hukm qilib nozil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, ya'ni ahli kitobning nafsi xohishlariga agishib ketadigan bo'lsang, sana hech qanday yordam berguchi va seni Allohning azobidan saqlag'uchi bo'lmaydi. Biz senden ilgiri haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga xotinlar va balalar berdik. Har qanday payg'ambar Allohning iznisiz mo'jiza keltirolmaydi. Har bir vaqtning o'ziga munosib hukm bo'ladi. Allah ahkamlardan xolig'ini bekor qiladi, xolig'ini o'z joyida qoldiradi. Lavhul mahfuz Allah'ның dargohidadir. Ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini sana ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzi ruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ularning yerini cho'risidan azaytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning ziminni qadammu qadam fatih qilib islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'rmayotgandi. Allah xohlagancha hukm qiladi. Allah'ның hükmüge hiç kişi karşı turalmaydı. Allah tez hesap alğucudur. Ular, ya'ni Quraysh kofirlaridan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlarga yeli mikr ishlatgan edi. Ularning yeli mikrni barbod qiladigan yushirin tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Allah har bir kishining qilayotgan yaxshi yomon amallarini bilib turadi. Kofirlar azobni ko'rganda kimning oxiratligining yaxshi bo'lganligini biladi. Ey Muhammad, Mekke kuffarlari sen payg'ambar emassan deydi. Aytqinki, rastliqimga sizlar bilan mening o'tiramda Allohning guvohligi va Allohning kitobini biladiganlar, ya'ni ahli kitob o'lmalaridan iymon etganlarning guvohligi yetarlikdir.